Shu bola mashinani bitmasdan turib oldi-da. Bitishini o'zim kutib turaveraman deb, sabrasida emas. Buyurun nasib qilsin, yaxshi kunlaringga. Ko'ngilgidek bo'ldimi? Kamchiligi yo'qmi? Hammasi. Iloyim. Sizlarga ham yaxshi kunlaringga buyurun nasib qilsin, xizmat qilsin. Assalomu alaykum akalar, ukalar, qadrdonlar, bizni kuzatib o'tiruvchi obunachilar. Mana navbatdagidek mashinamiz bitdi. Hop, $9000 jicha baland narxdagi mashinamiz bitdi. Mana xudo xolasa bugun 0 ga bitirib egalariga topshiryapmiz. Esinglarda bo'lsa, bir necha kun oldin bu mashinani bitmasdan turib sotgan edik. Mana endi bugunga kelib shu 0 ga bitib, shu egasiga topshirib, egasiga ma'qul kelib, mashinani berib yuboryapmiz. Bizni kuzatib o'tirgan obunachilar, akalar, ukalar biladi. Endi bu mashinani 0 dan tayyorlayapmiz. Hamma yo'g'ini bitta ramani damkiratga qo'yib olib, polnosti shilib, sepib, polni ishga yaroqli zapchastlarni qo'yib, shu boringki, shu zavoddan zo'r qilib, zavoddan baquvvat qilib, kuzuplaru, polni, salonlaru hamma tomonlama zo'r qilib chiqarib bitirib beryapmiz. Mashinani bitish holati. Ha? Ya, biryoz ketaverasiz, pullik bo'lsa, buyurib nasib qilsin, yaxshi kunlaringga. Ko'ngilgidek bo'ldimi? Kamchiligi yo'qmi? Hammasi. Iloyim. Sizlarga ham yaxshi kunlaringga buyurib nasib qilsin. Akalar, ukalar, mashinaga juda qattiq yurakdan mehnat bo'ldi. Mashina boringki, bekamiko'z, polnosti, kuzuplaru, resollaru hamma tomonlama ishlovni berdi akalar. Resollar yangi resolga shu ichiga qo'shib 17 talik qilindi, vakuumlar 2 tadan. Zatnimiz 41 talik reduktor, umuman remont bo'lmagan, plombada turgan holatda qo'yilgan. Gaz 50 stop svet, avto brizgaviylar qo'yilgan. Kuzupimizning orqa eshigi ham yonga ham tepaga ochiladi. Yonlari ham 2 yon boshga ochiladi. Tepalari olinadi, tekis plashadga ham bo'ladi. Qanotlarni o'zimiz yasab sotayotgan qanotlar, 6 ta balon yangi, orqa Xitoy, oldi rossiyskiy, omskiy balon bosilgan yangi. 5 ta gaz balon qo'yilgan. 50 talik ko'rsatkich balondan qo'yganmiz. Mashinamizni boringki, boshdan oxirigacha hamma yo'g'iga o'sha yaroqli mashinaga yarashadigan zapchast qo'yilgan.
qo'yilgan, bagajlar ikkita, lesnitsa, kuferlarga e'tibor beringlar. Bu mashinada bir g'ubor yo'q akalar, ukalar. Chaqilgan, boshqa qilingan joyi yo'q. Hadramalar splashnoy yasalgan. Bu 5 ta gaz balonga qo'shib bitta propan ham ustanovka qilib berganmiz. Propan tabletka balon, propanda ham yuraveradi. Hadramalar uslinniy qilingan, silindr 5 talik, zil silindr qo'yilgan. Silindrda borib qadalgan do'xtavirga ham e'tibor beringlar akalar. O'ta qalin 1,5 santimetrlik do'xtavir qo'yilgan. Mashinamizni zakazga terib beryapmiz akalar. Motorlar yangi bo'ladi. Rossiyadan kelgan motor, lekin nolga ochib turib boshqatdan teramiz. Xudo xolasa motorlarni antivirusga yuradigan qilib beryapmiz. Radiatorlar yangi Xitoy radiator qo'yilgan. Boringki, ramani bitta damkiratga qo'yib, qolgan ishlari polnosti elektrik, tormoz, boringki, jamiki hamma ishlari shu noldan boshqatdan bo'lyapti. Xudo xolasa, qiziqqan shu gaz 53 ishqibozlari, gaz 53 ga qiziqadigan, minaman deydigan akalar, ukalar, xohlasalaring shu pulini ko'tarsalaring terib beramiz akalar. Shunday qilib nolga terib beramiz. Sizlarni xohishlaringga javob beradigan qilib, xudo xolasa, hamma yo'lni noldan qilib terib beramiz. Ilohim yaxshi kunlariga xizmat qilsin, buyurib nasib qilsin. Mashinamiz 9000 da tepasida sotildi akalar. Zakaz oladigan bo'lsak, shuni hisobga olasizlar akalar. Shu 9000 tepasida zakaz olamiz. Sizlar aytgandek qilib terib beramiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Xudo rozi bo'lsin hammalaringdan.